Assalomu alaykum qadrli akalar, ukalar. Namangan viloyati Pop tumani G'urumsaroy chorva bozoridan sotilgan va qaytgan chorva narxlarini yoritib o'tamiz. Hafta kuniga payshanba 22-yanvar 2026-yil. Qayta tovuqlar ham bor ekan, tovuq narxlarini ham hozir so'rab o'tamiz. Kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab borasizlar. Yana bola qo'y chiqyapti, mana narxini. Aka nech pul bo'ldi? 6.200 ming so'm. Bolasi sovliq ekan akalar. Bunisi nech pul bo'ldi? 56 bo'ldi. Kechkiroq bo'g'oz. 56, kechkiroq bo'g'oz. Aprelda tug'ilgan variantidan ekan, 5.600 ming so'mga. Yana bola nech pul bo'ldi aka? 4.900 ming so'm. Qo'chqor bolasi. Bolasi sovliq ekan. 4.900 ming so'm. 4.900 ming so'm bolasi sovliq ekan akalar. G'urumsaroy bozorida apalarimiz tovuq olib chiqishibdi. Nech pul deyapsiz? 100 ming so'm kami bor. Xo'rozchi? Buni ham 100 kami bor. Nech pulga bermadilar? 65 ga bunisini bermadingiz. Bunisi-chi? 100 ga. 100 ekan bo'lishi. Bo'lishi 100 ming so'm ekan bunisi. Aka, yaponchalar nech pulda? Yaponchalar ucholasini 150 ming so'mga beraman deyapti. Xo'rozlarchi aka, ikkita katta. 150 makiyon ham 150 ming. Makiyon ham xo'roz ham 150 mingdan ekan. Indukchi induk. Induk 500 ming so'mdan ekan. Addenni bitta boshqa video qiladigan ekan akalar. Ba'da tovuq, kaptar, tovuqlar hamma narsa bor ekan. Aka, qo'chqor nech pul bo'ldi? 3.900 ming so'm. 3.900 ming so'm bo'libdi. Aka, qo'najin nech pul bo'ldi? Hojiboy nech pul bo'ldi? Narxini aytmadi. Qo'ylar nech puldan bo'ldi? 3.300 ming so'mdan qo'zilar. Yigirma 1.600 ming so'm bo'libdi akalar. YouTube. Arzonmi, qimmatmi? 20 million. Zo'r bo'libdi. 21.600 ming so'mga olibdi akalar. 120 sm chiqadi bo'ylari. Salomat bo'ling. Qo'zicha nech pul bo'ldi aka? 2.5 million. Nima, erkakmi? Erkak. Qaramadilarmi bozor? Qo'chqorchi ekan. Sovliq ekan. Nech pul bo'ldi aka? 28. 28. Bo'g'ozmi? 8 oylik bo'g'oz, 28 million. Bunisi nech pul bo'ldi aka? Bunisini aytmadi. Aka, nech pul bo'ldi yana bola? 14.5 million so'm bo'libdi, o'zi ekan, yolg'iz. Bolasiz. Nech pul bo'ldi qo'chqorcha? 3 million so'm. Aka, qo'chqor nech pul bo'ldi? 5 million. Ko'rinmadi, odam juda ko'payib ketdi akalar. Boshqalarni ko'rsatamiz. Aka, xo'rozni nech pul deyapsiz? 120. Nech pul so'rayapti? Endi ketdi, 120 ming so'm narx aytyapti. Aka, nech puldan bo'ldi qo'ylar? 3.100 ming so'mdan. Sovliqlar.
Aka nechi pul bo'ldi? 9 million 550 ming so'm novvoscha. Buylari 90 santimetr atrofida chiqadigan buzovcha. Ya bunu olmaz. Şuraya bak. Evet. Akalar nechi puldan bo'ldi? 22 bu. 22 bu. 22 million so'm jupiga novvoschalar akalar. 1 metr atrofida chiqadigan bo'ylari. Akalar daken narxlari. Qani bitta ko'rsatib yuboraylikchi? Yer so'radi. Makiyonlar. Bo'ldi sotdi. Yer pulga. Qaysini nechi pulga bo'ldi? 100 ming bo'ldi. 100 ming so'mga olib. Daken makiyon. Yer sana. Aka sovliq nechi pul bo'ldi? 5 million 800 ming so'm. Qo'chqor ekan akalar. 5 million 800 ming so'm. Aka nechi pul bo'ldi buqa? 15 million so'm. Nechi pul bo'ldi aka? 11 milyon 350. 11 million 350 ming so'm. Mana qo'y bilan solishtirib olasizlar bo'yini. 90 santimetr atrofida chiqadigan. Shved buqacha akalar. Qo'ylari 1.5 atrofida chiqadigan. Aka nechi pul bo'ldi? Puli 14 milyon 200 bo'ldi aka. 14 million 200 ming so'mga olibdi ekan. Har olib ketar ekan. Qimmat olib qo'yibdi. Yaxshi, yaxshi. Aka nechi pul bo'ldi? Nechi pul bo'libdi bu? Ola bilmadim. 30 million so'm. 30 million so'mga olibdi. Gap yeyyorganmi? Eldor. Ha, nechi pul bo'ldi? Qancha bo'ldi? Qaytdi 40 million so'mdan. 13 milyon. 13 million so'm bo'libdi. Qisir g'unajin akalar. Aka tovuqlar nechi puldan oldingiz? 80 ming so'mdan. Tovuq bozor ham avjida akalar. Mol bozori vahshim yongan. Tovuq bozor undan ham avjida. Sovuqlar nechi puldan bo'ldi aka? Nechi puldan bo'ldi? 5,5 million so'mdan. Ana pop kesdi. Hoji aka nechi pul bo'ldi? 11 bo'ldi ekan. Ikkitasi 11. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz ekan. Necha o'ylar aka? 5 milyon 700, 5 milyon 300. 11. 5 million 700, 5 million 300, 11 million so'm. Mana. Bo'g'oz aka akalar. Qancha bo'ldi? 11. Aka nechi puldan bo'ldi? 4,5 dan qaytdi sovliqlar. Hammasi bo'g'oz. Aka nechi pul bo'ldi? Narxini aytmadi akalar. Oo, ovoz kattasi. Nechi pul bo'ldi? Akalar ovozchan chiroyligi. Nechi pul bo'ldi aka? 13,5 million so'm. Uzr, G'unajin ekan akalar, G'unajin. 13 million 500 ming so'mga olibdi. Egiza qo'chqorchalar akalar. 2 oylik atrofida. 2 million so'mdan 4 million so'mga olishibdi. Qo'chqorchalar. Aka nechi pul bo'ldi Shved? 17 million so'm. Bo'g'ozmi? Noma'lum. 17 million so'mga olibdi akamiz. Aka nechi pul bo'ldi? Aytibdi akalar.
Nechi pul bo'ldi aka? Aka nechi pul bo'ldi? Shopir akamiz narxini so'ramabman deyapti. 18,5 million so'm. 7 oylik 7 oylik bo'g'oz 18,5 million so'm. Mana men bozorga billa chiqadigan sherigim. like bosinglar, like. Aka nechi pul bo'ldi? Nechi pul? Bilan o'yla yigitlar. Mana buni. Puli nechi pul bo'pti? Habiyda yuribdi. Hozirgi bo'g'oz mol 28 million so'mdan qaytibdi akalar. Aka echki nechi pul bo'ldi? Aka. Nechi? 23. 2 million 300 ming so'm. Aka. 4 million so'mga olishibdi akalar. Qo'chqor. Yigirma 29 million so'mga savdosi bo'libdi akalar. Bo'ylari 1.35 sm atrofida chiqadi. Taroziga ham 500 kiloga yaqinlashib qoldi. 14 million so'm bo'lajin. Akalar nechi pul bo'pti? 16 million so'mga Nova sotdilar aka. Bo'yi 1.10 atrofida chiqib qoladi. 4,5 million so'mdan qo'chqorlar. Jupiga 9 million so'mga oldik deyapti akamiz. Echki nechi pul bo'ldi aka? 750 ming. Erkakmi? Urg'ochi. 750 ming so'mmi? 750 ming so'mga olibdi akam. Va qancha bo'ldi? Mashamaga qotib qo'yish kerak ekan. Hozir Aka nechi pul bo'ldi? 26 million. Bo'g'ozmi? 8 oylik bo'g'oz 26 million so'm bo'libdi akalar. 1.30 atrofida chiqib qoladi bo'ylari. Qorni ham o'ta katta ekan. Qora tovuqlarni hoji buvam 105 ming so'mdan olishibdi mana akalar. Chegirada yuradi bosh. 30 million 500 ga berilmabdi. Bolasi 10 ekan. Endi 30 million so'rayapti ekan. Qaytarib olib ketyapti akamiz. Echkilar nechi puldan bo'ldi? 1,5 million so'mdan. Erkakmi bular? Urg'ochi. 1,5 million so'mdan. Nechi puldan bo'ldi? 4 million 300 ming so'mdan. Qo'chqormi? 4 million 300 ming so'mdan qo'chqorlar bo'libdi akalar. Eldor Beguz. Aka nechi pul bo'ldi? Akamiz shopir ekanlar, narxini bilmas ekan. Akalar nechi puldan bo'ldi? 8,5 million so'mdan 3 tasi bir joyga. Bonajinlar akalar, 1 metr atrofida chiqadiganlar. Salomlar bormi hoji buva? Bor, xudo xolasa bozorlarda ko'rishamiz. Yashang omadli bo'lsin. Aka nechi pul bo'ldi? Yetmang. Shopir ekan akamiz. Shopir bandayapti. Aka nechi pul bo'ldi? 15 million 200 ming so'm akalar. 1 metr ozgina oshiqroq chiqadigan novvoscha. Aka nechi pul bo'ldi? 19 million so'm.
Hojibuva xo'rozini nechi pulga oldingiz? 80 ming oldi. 80 ming so'm. Sektor afg'on qo'ysin. Aka nechi pul bo'ldi? Aytdi. Nechi puldan? 15 million so'mdan qaytibdi akalar, Novvoscha. Ash bo'ldi. Jahon, shuni bo'ldi. 15. Aldami. 15 yutun. 15 million 400 ming so'm. Aka nechi pul bo'ldi G'unajon? 13 million 500 ming so'm. Nechi pul bo'ldi? Nechi pul bo'ldi? Qancha? 14 million 200 ming so'm akalar. Qo'zichoqlar nechi puldan bo'ldi aka? 10 million bo'ldi. 300. Uchtasi 10 million so'm. Qo'chqarmi? Uchovi ham qo'chqorchalar 10 million so'm uchtasi. Aka yana bola nechi pul bo'ldi? Nechi puldan? 15 million so'mdan qaytdi akalar. Bolasi Novvoscha ekan.